mangmoqtilik qilib ko'z oldidagi g'oyat zo'r mustaqni kechikib bayqaydi. Paraxut xodimlari shuncha tirishgan bo'lsa-mu, bu paraxutning mustaq so'qilishini to'sab qala olmaydi. Jek bilan Ross bu sham xabarni boshqalarga yetish uchun xuddi bayam dunyoga yo'g'on ishdan birini qilgandek oqsa qaytib keladi. Bu fursatdan foydalangan Kar Jekka o'g'ir degan bo'ktamni chaplab paraxut xodimlariga tutib berdi. Bu chaqda paraxutning ahvoli intayin xatarlik edi. İnjenerning degini bo'yicha aytganda paraxut yana 2 soatgacha butunlay cho'kib ketdi. Quruq gap. Bu paraxutga cho'kmaydi. Ko'ngladingizning laylim emas bu. Cho'kidi, dahshat cho'kidi. Paraxut xodimlari darhol yo'lovchilarni qutqizish kiyimini kiygizib qutuldirish lotkasiga chiqarishga tayyorlik qilyapti. Biroq lotka oz, odam ko'p bo'lganligi sababdan malomanchilik paydo bo'ldi. Hayot mamatlik bo'sog'isida insonning tabiatidagi mehribonlik va razillik, haqiqiy esil zotlik va pastkashlik o'zini oshkorlaydi. Ba'zilar ayollar va bolalar uchun o'zini qurbon qilishga rozi bo'lsa, ba'zilar o'zining manfaatini deb boshqalarga ziyonkashlik qilyapti. Hatto ba'zilar ish mushaga kelganda yuqur tabiiylikdan ig'iz ichyapti. Lekin mushundaq vaqtda odamni hayajonlantiradigan bo'lsa, paraxut xodimlarining bel qo'yib etmay ko'pchilik uchun o'zini fidokorlik qilish edi. Efendim, qutqizish kiyimini kiyib oling. 好的，兄弟们，不要害怕，不要担心，我是 C 罗。今天开始我踢足球啊，听我的话，不要错了。 Rosmo lotkaga chiqish fursati kelgan bo'lsa-mu, u yangi Jekni izlab berib, uni qutqizib oladi va birlikda ketmoqchi bo'ladi. Biroq bu chaqda qutqizish qo'lviga oz qolgan edi. Rosning loyiqi mushunda hayot mamatlik paytida o'zining erkakligini ko'rsatish uchun chopinni Rosga kiygizib, bo'ldi, o'tgan ishga salovat, qutulib qolsaqli bo'ldi deb uni qo'lviga chiqarib qo'ydi. Lekin bechora Ros bu ayrilish toza ichinishlik bo'lmay qoldi deb, yana qaytadan paraxutga chiqib, Jekka yu jab oyjab deyishgan tuqqu deydi. Mushundaq yaxshilik qilsa-mu yaxshilikni tushunmaydiganligini ko'rgan Kar qattiq g'azabga kelib, yordamchisidan qurolni ilib ularni qo'g'laydi. Efendim, nimanchilar qo'g'laysiz? Xotin chopinimni ilib oldi. Kimma chapanti avo? Bu chaqda paraxutdagilar g'azabdan butunlay kontrolligini yo'qotgan edi. Kar bo'lsa lotkaga chiqish uchun egichoqsiz bir bolni quchoqlab, matroslarning ishini og'irtib, jinni saqlab qoladi. Paraxutning yarimidan ortig'i suvga g'arq bo'lib bo'lgan edi. Bu ahvolni ko'rgan kapitan gangrabla qoldi. Kapitan, yandan bayon siz to'g'riliq ishga yig'iz to'xtalman deydi. Mana bu kapitan ig'ir qadamlar bilan meng'atadi. Bu paytda balkim, hey, kapitan, gapim tugmadi. Kapitan, ishni yapmay turing. Hey! Bu odamga gap qo'shaqmas bo'lib qopti. Paraxutni loyilab chiqqan injener soatga bir qarab etib, o'zining paraxutning cho'kish vaqtini 5 minut xato hisoblab qo'yganligini ko'rib, soatni asta tangshab qo'ydi. Eshak o'lsa quyrug'ida g'ijak tortibdi degandek, izchil muzikani to'xtatib qo'ymay g'ijak tortayotgan sozandilarmi bugungi so'rinning tarqab ketganiga qarab umidsizlandimi bilmadim, muzikani oxiri to'xtatdi. Dil bu paytda kinoning beshidan tortib intayin kichik pellik bilan bosh ko'tarmay mengayotgan Titanic nomli bu paraxut oxiri qaddini ruslab maydisini ko'tarib dodurigan xo'rozdek tikkini turdi. Lekin zo'lab tik turish paraxutning tabiati emasdi. U homini belidan ketib sunib ketadi emasmi? Mana Titanic oxiri dengiz ostiga g'arq bo'ldi. Jek apchillik bilan laylab qolgan bir yog'ochni tepib, Rosni ustiga mindirib qo'ydi. U hayot qilish fursatini Rosga berib, o'zi sumakdan o'tkidek sovuq suvga chilinib qoladi. Natijada Ros qaytib kelgan qo'lvoqlar tarafidan qutqizib olindi. Jek bo'lsa ajdar shohqa kuyovg'il bo'lib, chiroyliqcha dengizda o'zining bir kishilik o'rnini topdi. Mana bu kinorimizmi tugidi. Sen sakirsang men sakrayman, sen bo'lmasang men o'laman deganlar mana bugun 101 yoshga kirib bo'pti. Rangi-ro'yimi shundoq obdan yig'in navir chavirlikmi bo'lib ketibdi. Manda qarsam yana xili yashaydigandek chiroyi bor. Xalqning muhabbetini tatib olib, yonchug'ida birtin yo'qtirib rasm chizib san'at o'ynayman degan jahondan cho'ng va'dani bergan bu Jek apandim Atlantik okeandagi mangu bir obida toshga aylanib, 3-shaxs bo'lganlarning oqibatini qandoq bo'lganligini bizga to'liq ko'rsatib berdi. Lekin buni deymiz, bu kinoning ta'sirligiga haqiqatan gap yetmaydi. Izchil turda meni og'izda qo'lladim deb qo'yib, bir ko'ymi to'ylab ko'rib baxmagan do'stlarga alohida rahmatimni bildirish uchun Titanic paraxotining bir biltini shu bolalarga sovqinmoqchiman.